Assalomu alaykum do'stlar. Bu videoni maksimal darajada tarqatinglar, chunki bitta qizcha yo'qolib qolgan ekan. Уже necha kundan beri militsiyalarga ham xabar bergan ota-onasi. O'zi bu opani bittagina farzandi ekan. 2010-yil mana shu qizcha rasmlarini ham qo'yapman. Uyidan prosta hovlisidan bitta ayol chaqirgan, telefon qilgan, mashg'ul videoga tushgan boyangi ayol xirashira bo'lib, lekin уже u qizcha necha kundan beri yo'q ekan. Qidirishib yotibdi. Ayasini o'zi bittagina farzandi ekan. Bu qizcha boshqa o'g'li ham yo'q, boshqa farzandi ham yo'q. Bo'lari bo'b o'tiribdi-da. 16 yoshgacha endi o'stirib boyangi qizcha necha kundan beri bedarak yo'q. O'shaning uchun bu qizcha o'zi Samarqanddan Oqtoshmi deydigan joydan ekan. Maksimal darajada tarqatishlaringizni so'rab qolaman. Agar kimdir ko'rgan bo'lsa, yoki eshitgan bo'lsa, mana pastda ayasining nomerlarini qoldirib ketyapman. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqishlaringizni so'rab qolgan bo'lardim. Вот maksimal darajada bu videoni tarqatinglar do'stlar. Men o'zimda ham qizlarim borligi uchun to'g'risi rosa yomon bo'lib ketdim. U onani men ichida nima o'tayotganini prosta tasavvur qilyapman. Duo qilamiz, iloyim topilsin shu qizcha sog' salomat bo'lib, ayasini, dadasini bag'riga qaytib kelsin.